Bismillah birodarlar, sizlarga shunaqa zo'r lokatsiyani topib qo'ydim. Stresslarni shuni tashlab ketadigan joy. Hali videoga olishadi-yu. Yo birodarlar, bu joyda mashalloh deydigan joy mana shu ekan. Bitta ko'ringlar, o'zingizlar baho beringlar. degan joy mana shu bo'ladi. O'sha baliqlar tutishyapti, bitta ko'rib qo'yinglar. Yelingiz bo'lsa olib kelsangiz, bu yerda yeling yuradigan joy ham bor ekan. U daraxtlarda qiladigan joylar bor ekan. Atmosferaga bitta baho berib qo'yinglar. Hali baqirib tashlasangiz ham bir anaqa qilmaydi. Bu stresslarni shunga tashlashda bor. Yolchib ishlaydigan joy ekan. Описаниyaga qo'yib qo'yaman yoki bo'lmasa Telegram kanaliga qo'yib qo'yaman. Telegram kanaliga o'tsanglar, mana shunaqa moshniy lokatsiyalar tashlab qo'yaman. Haligi mana qilib deganlarga ishonmanglar. Mashalloh deb mana shu bitta ko'rsatib qo'yaman-ku. Kelib, semitkani olib, aylanib taqadigan oilaviy kelsanglar ham bo'ladi, birodarlar bilan kelsanglar ham bo'ladi. Vahshiy moshniy ekan bor-ku. Maza qilyapman. Qushlar ham sayrayapti. Qarmoqlarni olib kelsanglar, o'sha bratga o'xshab ko'rinyaptimi? Bitta yaqinlashtirib ko'rsatdim. Qo'yib olib, sazanchalar tutib, maza qiladigan joy shu ekan. Birodarlar, bu yo'lda shunaqa gullar ochilgan, uni ham qo'yib qo'yaman, videoga olib qo'ydim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Stresslar tashlaydi shetlarga. O go'zallikka o'zingizlar bir baho beringlar-chi qani? Mashalloh. Hozir tushirsa ekan, bir lokatsiyalarni qo'yib qo'yaman, birodarlar. Joy